Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hop, erta kitobimizni o'qishda davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda to'xtagan ekanmiz oxirgi darsda. Hop. Va qad du'iya al-akhawani va ukhtuhuma ila haflin bil qasr. Shu ikki aka-uka va ukhtuhuma ikkovining singlisi du'iya chaqirildi. Da'a chaqirmoq, du'a majhul. Majhul bo'lyapti bu yerda, ya'ni chaqirildi. Ila haflin marosimga bil qasr, ya'ni qasrdagi marosimga. Fa ajabu da'wata, javob berishdi ular, ijobat qilishdi ular ad-da'wata chaqiruvga. Va hadaru jami'an al-hafla, hammalari hadaru kelishdilar. Hadara yahduru kelmoq, kelishdilar al-hafla shu marosimga. Va u'jiba al-hadiruna, va yerda hozir bo'lganlar u'jiba ajablanishdi. Kulluhum barchalari ajablanishdilar. Bil amirati, malika bilan. Shu malikaga ajablanishibdi va jamaliha va uning chiroyiga. Val amirayni, va ikki shahzodaga ajablanishibdi va kamalihima, va ikisining kamoliga, ya'ni yetukligiga. Va fil vaqti allazi u'jiba fihi al-jami'u, shu vaqtdagi va fil vaqtda allazi qaysiki u'jiba fihi al-jami', unda barcha ajablanib turgan bir paytda bihaula'il ikhwati thalatha, shu bular uchta aka-ukalar bilan g'adabatil ammatu, ammasi g'azablandi, g'adaban shadidan, qattiq g'azab bilan. Va hinama ra'atil amirayni, qachonki ra'at ko'rganida al-amirayni, ikki shahzodani la yazalani ahlaham degan. La yazalu ahlaham ala qaydil haya, tirik ekanligini ko'rganida, hali ham tirik ekanini ko'rganida ammasi g'azablanibdi. Ala qaydil haya, tirik degan, ya'ni hayotda degan. Masalan, jaddi ala qaydil haya, alhamdulillah, ya'ni bobom tirik meni. Hop. Faqad dabbarat lahum al-haylata ath-thaniyata lil-qada'i alayhima. Shu ikkisiga hukm qilish uchun, shu ikkisini yo'q qilish uchun ikkinchi hiylasini u ikkisiga tuzgandi, tadbir qilgandi. Lekin Alloh taolo jalla sha'nuhu, buyuk bo'lgan, o'zini sha'nida buyuk bo'lgan. Qad harasahuma, u ikkisini qo'riqladi. Harasa qo'riqlamoq. Va hafizahuma, va u ikkisini saqladi min sharriha, uni yomonligidan, va hiyaliha, va uni hiylalaridan. Va qalat fi nafsiha, o'ziga aytdi, la budda an uhawila haylatan jadidatan, ya'ni yangi hiyla harakat qilishim kerak dedi. La budda kerak degani. Misal, ana la budda an naqra'a kulla yawm, har kun nima qilishimiz kerak, o'qishimiz kerak. An hawala yuhawilu, harakat qilmoq. Yangi hiyla harakat qilishim kerak dedi. Litakhallusi, nima uchun? Litakhallus, xalos bo'lish uchun, qutulish uchun. Minhum jami'an, ulardan, hammalaridan, jami'an. Hatta la yusharikani, hattoki menga sherik bo'lishmasin. Ahadun, birortasi, fi mahabbati akhi, akamning muhabbatida. Va lihaza, va shuning uchun zahabatil ammatu marratan ukhra, yana boshqatdan degan. Marratan ukhra, boshqatdan degan. Yana boshqatdan ammasi bordi litazurul amirata, shahzodani, malikani ko'rgani. Va qalat laha, unga aytdi, laqad surirtu kaseeran, ko'p xursand bo'ldim. Surirtu, xursand bo'ldim degani. Sarro yasirru, xursand bo'lmoq. Kaseeran li'annaki istata'ti, chunki sen qodir bo'lding al-husula, erishishga, ala ma'il hayati, hayot suviga erishishga qodir bo'lganingdan juda ko'p xursand bo'ldim. Va qad kunti bil ams, kecha eding, kunti eding fil hafli, marosimda ajmala fatatin, eng chiroyli qiz eding. Va li hubbi laki, senga muhabbatim tufayli deyapti. Va li hubbi laki ansahu laki, senga tavsiya qilaman, nasihat qilaman. Nasoha, yansahu, tavsiya qilmoq. Bi an ta'kuli, yeyishni, tuffahatan, olma yeyishni tavsiya qilaman. Qanaqa olma? Min tuffahil g'ina'i, kuy olmasidan yeyishni tavsiya qilaman deyapti.
Va huwa tuffahun musiqiyyun ahmarun. U qizil musiqiy bo'lgan olmadir. Hatta yakuna sawtuki, hattoki seni ovozing bo'lsin deyapti. Ajmala sawtin, eng chiroyli ovoz. Iza ghannayti, agar kuylasang, ghanna yaghunnu kuylamoq. Fi haflin, marosimda min al hafalat, shu bir marosimda kuylasang deyapti. Fa raghibatil amiratu, shu malika rag'bat qildi. Ya'ni qattiq xohlamoq bu. Ya'ni yaxshi ko'rib xohlamoq bu. Rag'iba. An tujarriba, sani tatib ko'rishni xohladi. Tuffahal g'inai, shu kuy olmasini, kama jarrabat ma'al hayati, xuddiki hayot suvini tatib ko'rgani kabi. Fa sa'alatha, undan so'radi. Va ayna ajidu, qayerdan topaman tuffahal g'inai, kuy olmasini, ya sayyidati, xonim. Fa ajabatil ammatu, hammasi javob berdi. Innahu yuzra'u, albatta u yuzra'u, ekiladi. Fil hadiqatil mashhura. Mashhura degan sehrlangan degani. Sehrlangan bog'da ekiladi. Yuzra'u ekiladi. Zar'a ekmoq, yazra'u ekadi, yuzra'u bo'lsa ekiladi. Allati, qaysiki hasala minha, undan erishgan, akhuki, akeng, alama il hayati, hayot suviga erishgan deyapti. Is'ali, so'ra, akhawayki, ikki akangdan, an yuhdira laki, senga olib kelishlarini, tuffahatan, olmani, min hadha tuffahi, bu olmadan, lita'kuliha, uni yeyishing uchun. Hatta yakuna sawtuki, hattoki seni ovozing bo'lsin, ajmala sawtin musiqiyin fil ghina, kuyda musiqiy ovoz bo'lsin, eng chiroyli. Xo'p. Faqalatil amiratu, malika aytdi. Sa'atlubu minhuma, u ikkisidan men talab qilaman. Zalika, shuni. Hinama yarji'ani, qachonki qaytishganida, ilal manzil, uyga qaytishganida. Va fi tilka laylati, va shu kecha, hadara akhuha al-asghar, kichkina akasi keldi. Ilal bayti awwalan, uyga birinchi bo'lib. Va hinama dakhala akhuha qalat lahu, va qachonki shu akasi akhuha kirganida, qalat lahu, unga aytdi. Arju an tazhaba ila al-hadiqati al-mashhura, shu sehrlangan bog'ga borishingni sendan iltimos qilaman. Li tuhdira, olib kelishing uchun, minha, undan, tuffahatan, olmani, min tuffahil g'inai, qala olma, kuy olmasidan bir olmani olib kelishingni iltimos qilaman deyapti. Faqad qila, aytildi, qila aytildi, ya'ni qala aytdi, qila bo'lsa aytildi, mashhur siyosida. Li, menga aytildi. Innani, albatta men, iza akaltu minha, agar undan yesam, tuffahatan, shu bitta olma, kana sawti, ovozim bo'ladi, ahsana sawtin musiqiyin fil ghina, kuyda, ya'ni musiqiy eng chiroyli, eng yaxshi ovoz bo'ladi deb aytildi, deyapti. Faqala akhuha al-asghar, shu kichkina akasi aytdi. Sa'azhabu al-an, hozir boraman, li ihdari ma tatlubina, ya ukhti al-azizati, ey qadrli singlim, nimani talab qilgan bo'lsang, shu talab qilgan narsani olib kelish uchun hozir boraman, deyapti. Va wadda'aha, va va'da berdi unga, va kharaja, va chiqdi, va lam yantazir, kutmadi, lam yantazir, intazara kutmoq, lam yantazir, kutmadi, ila sabah, tonggacha kutmadi. Va sara fi tariq, va yo'lda yurdi. Va kanatil laylatu muqmiratan, va kecha edi muqmira, oyli edi, oydin kecha edi. Qamarun oydi-ku, muqmira oyli bo'lyapti. Hatta wasala ila kuhin, hattoki shu chaylaga yetib keldi. Fi dakhilil jabali, tog' ichidagi, tog' orasidagi. Yata'abbadu fihi, unda ibodat qilardi. Ahadur rijalus solihin, solih kishilardan biri unda ibodat qilardi. Fasa'alahu, undan so'radi. Anit tariqil muwassil, yetkazib boruvchi yo'l haqida undan so'radi. Ilal hadiqatil mashhura, sehrlangan bog'ga. Kama sa'alahu akhuhu al-akbar, shu katta akasi so'ragani kabi.
min qabl oldin. فأجابه الرجل الصالح solih kishi javob berdi. Istamirra davom et fi tariqik yo'lingda hatta tasila ilal jabal hattoki shu tog'ga yetib borguningcha. Fas'ad va chiq. Sa'ada yas'adu chiqmoq, ko'tarilmoq degani. Chiq, ko'taril fihi unga hatta tasila ila qimmatihi hattoki buni cho'qqisiga yetib borguningcha. Vasol yetib bormog'i, tasila yetib borguningcha. Va hunaka va u yerda tajidu topasan baban kabiran katta eshikni topasan. Yahrusuhu arba'atun min as-siba'. Siba' yirtqich sherlar degani. Shu 4 ta yirtqich sher uni qo'rqlayotganini topasan. Fa sa'alahu al-amiru shu shahzoda undan so'radi yana. Kayfa astati'u an amurra min al-bab? Qanday qodir bo'laman an amurra o'tishga min al-bab eshikdan? Idza kana yahrusuhu arba'atun min as-siba'. Agar kana yahrusuhu uni qo'rqlayotgan bo'lsa, arba'atun min as-siba' 4 ta yirtqich sher qo'rqlayotgan bo'lsa. Inni la astati'u an uqatila. Albatta men la astati'u qodir emasman an uqatila jang qilishga arba'atan min as-siba' 4 ta yirtqich sher bilan fi vaqtin wahidin bitta vaqtda. Fajaba ar-rajulu as-solih solih kishi javob berdi. Innaka lan tahtaju ila an tuqatilaha wa tuqatilaka. Sen muhtoj bo'lmaysan. Innaka lan tahtaj muhtoj bo'lmaysan ila an tuqatilaha ular bilan jang qilishga. Va tuqatilaka va ular sen bilan jang qilishga muhtoj emas, muhtoj bo'lmaydi deyapti. Lekin haynama taqrubu min al-bab qachonki taqrubu yaqin bo'lsang, yaqinlashsang min al-bab eshikka unzur qara, nazara qaramoq, unzur qara ila ma fawqahu tepasiga qara. Tepasidagi narsaga qara. Tajidu miqassan kabiran katta qaychini topasan. Miqassun qaychi. Va idza wajada al-miqassa agar shu qaychini topsang maftuhan ochiq holatda fadkhul kir unga va anta mutma'innun sen xotirjam bo'lgan holingda kir kullal itmi'nani barcha xotirjamlik bilan. Lianna as-siba'a chunki sherlar lan tahjumu alayka senga hujum qilmaydi. Hujum qilmoq. Va lan tadurraka va senga zarar yetkazmaydi bi ayyi dararin. Har qanaqa zarar da senga yetkazmaydi deyapti. Xo'p, buni shu yerda to'xtatamiz inshaalloh. Yangi lug'atlarni yodlaylar o'zlari uchun gap tuzib qisqacha shu o'qigan joylargacha gapirib berishga harakat qilinglar. Shu ammasi kelib olma yeyishlikni tavsiya qilganini shularni qisqacha aytib berishga harakat qilinglar arab tilida. Xo'p, ma'assalama.